alaykum hurmatli kanalimiz muxlislari. Men jurnalist Jamila Haydarova. Bugun ham kanallarimiz orqali siz azizlarim bilan sog' va salomat holda diydor ko'rishib turganimdan mamnunman. Kirib kelayotgan Qurbon hayiti bilan ona xalqimizni, muhtaram prezidentimizni, siz azizlarimizni chin qalbdan samimiy muborakbod etaman. Sizlarga oilaviy baxt, tinchlik, omonlik tilayman. Azizlar, xonadoningizda ulashayotgan hayitliklaringiz, ota-onangiz, farzandlaringiz qalbini shodlikka to'ldirsin. Mehr oqibatingiz hamisha bardavom bo'lishi tilakdoshiman. Navolar taralsa mashshoq o'lurmi? Umr berilar ekan umri borlarga, umidni yo'qotib otib bo'lurmi? Dunyo to'lib tursa omon yorlariga. Dunyo to'lib turgan omon yorlarga makon, to'ylaringiz, yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Tinchlik makon elimizda yana yuzlab Qurbon hayitini shod va xurramlikda qarshilashimizni Allohimni o'zi har birimizga nasibi ro'z aylasin. Qurbon hayiti muborak bo'lsin azizlar.